Kapot keyor ko'zini ochsang bo'ladi endi. Nima bu endi tushunmadim, qishloqlar nima qildinglar? Kapot o'zi axir so'rovdik-ku, qiyin vazifa qilib beriladi. Mana qiyin vazifa qilib berdi. Nima bu endi oddiy nima? Oynali xonami bu? Ha, kapot bu oynali korobka. Bu oynali korobka nima qilishim kerak endi men? Kapot bu oddiy oynali korobka emas. Oddiy o'tirasan chiqasan yoki nimadir qilasan chiqasan emas. Kapot judayam qiyin bo'ladi bu yerda. Judayam zerikasan, qiyin vazifalar bo'ladi. Nima deganingiz qishloqlar maslaga qiyin vazifa qilib beriladi. Unaqa oynali xona qilaylik dedim-ku. Axir sizlarga nima qilganingizni bu kuldirmanglar. Mani qishloqlar oddiy oynali xona maslaga qiyin vazifa nima parkour mana bu o'ylovdim yoki parkour tikonlardan parkour qilaman deb o'ylovdim. Asli oddiygina nima qilib qo'ydinglar. Kapot yana bir bor aytaman, bu oddiy oynali xona emas. Bu oynali xona ichida san 24 soat o'tirishing kerak. Nima 24 soat o'tirishim kerak? Nima deganingiz endi qishloqlar? Qara qilib 24 soat o'tiraman. Qiyin-ku zerikasa. Shunday kapot, oddiy odam 24 soat o'tira olmaydi. Aytsangiz zerikib ketadi ham. Kapot, senga 10 sekund beramiz, hamma narsani olib olishing kerak. Agar soatdan 24 soat chidasa, judayam zo'r bo'ladi. Ha, qanaqa endi qanaqa sovg'a berasiz 24 soat chidasam o'tda juda ham qiyin bo'ladi-ku. 5 ta stak izumrud. Nima 5 ta 8 izumrud deysizlarmi? Bemalol o'tirib beraman sizga. Kapot, sen bemalol o'tira olmaysan-da. Bo'pti, darslaringni bu yoqqa olib kelishingga senga 10 sekund beramiz. Tak, boshladik kapot, jugar. Hop. Do'stlar, ovqat olishim kerak tezroq. Bu yoqqa kiramiz. Ularga kalit olishim kerak. Notebook kalit olishim kerak. Notebook saniq men olsam ekan, bula bachinkalar. Vaqt bo'ldi kapot, bu yoqqa eshitmay tegman. Bo'ldi, qishloqlar mana eshitmay teganim yo'q. Nima kerak emas narsani oldimmi? Yo'q, qishloqlar men kerakli narsalar oldim degan umiddaman. Yetsa kerak shu. Nima bo'lmasa-chi, kirgan taymer boshlanadi 24 soat. Ha, kapot, qiyin bo'ladi, lekin senga vazifalar beramiz senga. Mayli, ko'ramiz deb. Mamuni qaranglar. Davay yop qo'yin. Qovuq kemaskina bo'talegan. Mayli, boshlaymiz. Hammangizlarga do'stlar, men Otim Kompot, meni yangi videomga xush kelibsizlar. Do'stlar, o'zingiz ko'rganingizdek qishloqqa menga vazifa berishdi. Kapot, bu vazifani bizga yutqazadi. 5 ta 8 zumrud ololmaydi. Ko'ramiz, hali 5 ta 8 zumrud bitta olib chiqib ketaman do'stlar. Xullas bu yerda men 24 soat o'tirishim kerak. Men qishloqlar menga vazifa berishdi. Bo'ldi, qishloqlar qadar bilmadim qayerga ketdi, lekin bu 24 soat o'tirishim kerak. Juda ham qiyin bo'ladi do'stlar. O'zi biltiraman. Juda ham zerikali bo'ladi, lekin menda notebook bor. Notebooklar men bir kun o'tiraman, xohlasam 2 kun tinmasdan videolar ko'rib o'tira olaman. Shuning uchun menga qiyin bo'ladi degan umiddaman. Men oson bo'lsa kerak. Shu kunimni notebookda o'tkazsam bo'ldi. Nima qiyin sizlarga video olaman yana. Ular do'stlar, tepada sizlarda vaqt chiqadi, necha son chiqadi, o'shancha vaqt o'tgan bo'ladi. O'shancha soat o'tgan bo'ladi botda. Chunki men soatni bilgan soat olmanman men o'zimda. Boshlaymiz bo'lmasa videoni yoqamiz. Kapot, bilib turuvdim, o'zi notebook ishlashini, notebook unaqa muqomas-ku, axir rostdan bir qanday o'tkazolmaydi. O'shancha antennani o'chiradigan, internetni yomon qiladigan, juda ham yomon qiladigan. Qo'yib qo'yamiz bu yoqqa. Bo'ldi. Davay videoni yoqamiz. Tushunmadim, nima bo'ldi? Nimaga internetim ishlamayapti? Mana ko'chada ham ishlaydi-ku, har doim ishlaydi meni internetim. Nimaga ishlamayapti? Tushunmadim. Qishloqqa nima qilyapsan? Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing. Va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Nima qilsan bu? Nimaga bu turib nima olib kelding? Bu yoqqa nimaga meni internetim ishlamayapti? Kapot, mana men antenna o'chiradigan, internet o'chiradigan dars qo'yib qo'ydim. Nimaga nima qilasan? Men notebook ko'rmoqchidim-ku. O'sha notebook ko'rish nohaqligini mumkin emas, kapot. Nimaga mumkin emas ekan notebook ko'rish? Axir notebook ko'rish mumkin-ku do'stlar. Endi nima qilaman tushunmayapman. Chunki bu yerda men 24 soat o'tkazishim kerak. 24 soat lekin men uxlolmayman do'stlar. Bunaqa quyosh sharqlab turibdi.
tepadan yana bo'ldi endi mana antennani qanaqa qilib bizish kerak deb borib bizish kerak shu narsani. Qanaqa qilib bizsa bo'lar ekan? Hech qanaqa biz olmaysan, qahmon nima qilasan? Buni buzib, nima qilaman? Buni buzib notebook o'ynamoqchi edim, men o'chirib qo'ydi antennani. Nohaqli kompyuter olsam, notebook o'ynash mumkin emas bo'ldi. Nimaga mumkin emas ekan? Axir mumkin-ku, qishloqqa nimaga mana qildingizlar? Unaqa mumkin emas degan joyi ham yo'q edi. Kompyuter sal qiyinroq bo'lishi kerak endi. Oddiygina 5 ta 8 ta olib ketmaysan-ku. To'g'ri aytasan, qishloqqa borib bo'tdan ham, ketdi qishloqqa ham. Hozir mazza qilib aylanadi bo'tda. Men bo'tda o'tirishim kerak endi mana sinmagan emas, antenna yo'q, internet yo'q, notebookda nimadir qilib. Lekin sal uxlagim kelib qoldi, lekin hozir uxlasam yomon zagar olaman lekin. Chunki boshimda quyosh charxilab turibdi. 2607, 2608, 2609. Voy do'stlar, o'sha shu tamizlar. Men zerikamdan yeri piksellarni sanab chiqaman. Do'stlar, nima qilishni ham bilmayapman. Necha soat o'tdi, lekin bilmayman, necha soat o'tsa ham ishim bo'lmayapti. Qishloqlik hech qanaqa vazifalar ham bermayapti. Nima qilishni ham bilmayapman deb o'tdi. Uyimga kirmoqchiman deb hozir endi uy mikromi ham bo'tdan chiqishni ham o'yladim. Mayli to'xtanglar do'stlar, sanavoli keslarga qaytaman. 2610. Nima? Qayerga tushib qoldim mana? Tushunmadim. Qayerga tushib qoldim? Qishloqlarmi bular? Kompyuter biz ham seni kutib qoldik-ku. Davay chiqib ketding, davay parkurdan o'tgan. Voy bemalol o'taman, nima o'yaytan? Kompyuter o'tar, o'tsa zo'r dars bor. Как раз zerikmaysan ham. Sovuqqa borsang o'tsa. Bo'ldi, bemalol o'taman. Как раз o'zim o'ynali xonamda zerikayotgandim, juda ham zerikib yotgandim. Mashqda qolaysiz 10 marta o'tib tashlayman. Bemalol o'taman zerikmaslik uchun. Hoppa, parkur menga oson qishloqlar bilasizlar-ku, bu yoqqa, marra qanaqadir qo'rqinchlik ko'rinyapti. Chetiga sakrashim kerak. O'shani hech narsa bo'lmaydi. Qana bo'ldi, chetiga ham sakrab oldim. Sakrash narsa bo'lmadi do'stlar. Bo'ldi, men o'tdim degan umiddaman qishloqlarga bu yoqqa sakrashim kerak. Bo'ldi, qishloqlar men o'tdim. Kompyuter yana o'tgan oxirida zo'rroq narsalar bor. Bo'ldi, bemalol o'tamiz, zo'rroq narsalar bo'lsa o'tamiz, albatta zerikmaslik uchun. Oxirigacha tez sakrab olish kerak. Ana bo'ldi qishloqlar, men bemalol bo'tdan o'tdim. Nima bu endi bo'ldi? Nimaga hamma yo'q qorong'i bo'lib yotibdi? Nima qishloqlar labirintmi bu? Kompyuter bu uzun labirint bo'ladi. Eng uzun labirint desam, yana eng qorong'i labirint desa ham bo'lar ekan. Mayli do'stlar, o'zim oynali xonamdan zo'rroq zerikmayman zato bo'tda. Qanaqa qilib o'taman endi bo'tda qop-qorong'i. Mayli do'stlar, sal o'tganimdan keyin sizlarga videoni yoqarman, chunki qop-qorong'i va sizlarga ko'rinmayapti. Menga azinchi ko'rinyapti bo'tda. Ana bu necha soat o'tdi, men o'shaman chiroq ko'raman, chiqish bo'lsin deyishotda. Qani bitta ko'raylikchi, ko'chaga chiqish bo'lsin deya, yana oynali xonaga chiqishimiz zato chiqib qoldim. Kompyuter nima deb o'ylading? Ko'chaga chiqib qolaman deb o'ylading. Bo'ldi. Sen o'tding, juda ham qiyin. Parkur ham, mana senga sovuq endi, labirint ham sovuq. Nima bu qishloqlar menga to'rt olib keldinglarmi suv bilan? Kompyuter bemalol yemasang bo'ladi. Rahmat qishloqlar bo'lmasa katta-ko. Как раз shirin narsa yo'qchi, mana qulupni bilan ekan to'rtta. Qulupni bilan qanim. Nima bu namunchachiq qishloqlar yarimdor qo'shib qo'yuvdik bo'ldi kompyuter. Nima yarimdori suv suvim bor edi-ku, axir bo'pkamda mana suv. Voy do'stlar, nima qilganinglar oxiri bu? Kompyuter zo'r o'xshadi, soatgacha qoldi endi. Yarimdor bilan to'rt qilib berdik. Qani bu yoqqa kelinglar, chiqib olaychi, ko'rsamasilgan. Yo'q, kompyuter kerak emas. Nimaga kerak emas ekan? Nimaga menga yarimdor berib qo'yasizlar bu yoqqa? Qishloqlar. Nima kompyuter qiyinroq, zo'rroq bo'lishi kerak-ku. Axir oddiy to'rt berib qo'yamiz-ku senga. Qishloqlar, to'g'ri aytasizlar. Zato menda endi suv bor, yana nima bor edi? Menda daraxt bor edi. Qishloqlar. Ustidan kulishyaptimi hali? Men chiqib olgan, kulaman, chunki 5 ta stak izumrud meniki bo'ladi-ki, ishlashga ketamiz. Kompyuter, hozir sen bo'tdan chiqib kelasan, ko'zing ekan. Qishloqlar qancha vaqt qoldi? O'zi bo'tda 18 soat o'tirishi kerak edi. Kompyuter nima? 18 soat qishloqlar nima deganinglar? Mayli bo'tda daraxt bor ekan, daraxt nima qilaman? To'xtanglar. Axir daraxtdan men qiziq narsalar skrafchit qilsam bo'ladi-ku, to'g'rimi? Birinchi bo'lib men doskalar qilaman. Keyin doskalar
bo'ladi. Men Verstack qilsam bo'ladi do'stlar. Qiziq narsa scratch qilsam bo'ladi. Verstackda zo'r narsalar qilaman. Ishoninglar menga. Hozir ozgincha bo'lib turaylik. Zerikarimdan mana shu vaqt o'tkazib olaman. Juda ham ko'p Verstack tegida ko'p narsa o'tkazib olaman. Hozir scratch qilib olay. Do'stlar, o'sha nechta narsa scratch qildim. Stol qildim, scratch yashikimnaqa qildim. Hali ham quyosh botgani yo'q deb bor. 7 soat o'tdi bilmayman, lekin men уже charchab ketdim. Uxlagim ham kelyapti, xosligi ko'rsatdim hamnaqa. Stol scratch qildim, notebook zo'r turadi, lekin internet yo'q. Hamnaqa stol o'tirishga qildim. Eng zo'r narsa bu yashik. Va do'stlar, qornim ochib qoldi jo'ta. Hozir non scratch qilib olay o'zimga. Yashik bor, yashik ichida narsalar qo'yaman. Sandiq qolish esimdan chiqib qolibdi do'stlar. Sandiqqa narsalar qo'yardim, yoqmaydi men internet bo'lish. Eng zo'r narsa televizor, daraxtli televizor. Nimaga qildim bilmadim, u ishlaydimi yoki yo'qmi, qani yoqib ko'raylik. Yo'q, shota ishlamayapti. Antena yo'q, axir do'stlar, nimaga scratch qilaman? Mayli, vaqtlimni ketkazdim, zato mana shu turadi. Do'stlar, men ketdim uxlashga, men charchadim o'zim. Ayshi charchab ketdim, shularni scratch qotganda, lekin quyosh vashey jarqlab turibdi. Nimadir qilish kerak, o'zimni o'rib olishim kerak bu quyoshda. Nima qilsam, keyin keladi bu yoqqa olsam, quyosh chimasligi uchun unaqa tomchi qilib qo'yamiz bu yoqqa. Yaxshi, ichiga kelavat qo'yib qo'yamiz bu yoqqa. Ana bo'ldi do'stlar, hammasi tayyor bo'ldi. Mana shu uxlasam bo'ladi endi. Quyosh ham chaqirmayapti, soya tushib turibdi. Endi men qishloqlarni bemalol yutaman deb bor, vashey onsam bo'ladi yutish. Qishloqlar kapot uxlayapti. Ertalab tursa 24 soat o'tgan bo'ladi. Nimadir qilish kerak qishloqlar. Nima qilish mumkin? 5-8 minut o'tkazib kelyapti axir. Nima bo'lishi mumkin? Nima zombilar bor ekanlar, bo'ta zombilar. Nima qilsalar bo'ta zombilar. Uyg'otib o'rlaring-ku axir meni. Qilich olamiz, zombilarni o'ldiramiz. Xuloturma axir qatan bu zombilar paydo bo'lib qoldi. Axir qanaqa qilib kirgan bu yoqqa, hech qanaqa kira olmas edi-ku. Men yopib edim, men oynali korobka yetib turdim. Bor yo'qlaring bo'tdim. Ammo cho'ta tez yutib qo'ydi kapot. Nima qilishlar sizlar qildinglar buni? Ha kapot, sizlar biza qilding, nima bo'pti? Biza bu ko'p biza qilish qiyinroq bo'lish kerak-ku axir senga. Nima chiqib tez yutasan? Qishloqlar tez yutaman. Hali seni yana uyg'otamiz deb kapot ko'rasan. Qishloqlar hech qanaqa uyg'otish kerak emas meni. Bo'ldi, uyg'otmaydi. Qilich bilan uraman hali chiqib olish o'tdan. Kapot kerak emas. Qishloqlar cho'ta uxlagim ham kelmay qoldi. Uxlagim kelyapti, lekin uxlash kerak emas. Chunki qishloqlar hozir yonim kelib qolsa, yana nimadir qilib qo'ysa bu yoqqa. Qo'rqimchilikni arslatib qo'yishni nima qilaman men? Lekin men bu yerda o'tirsammikin do'ma yoki uxlasammikin? Qishloqlar nimadir qilish kerak. O'sha hozir yutqizamiz biza. Kapot yutadi. Nima taraka qo'yaversak-mikin? Yo'q, qanaqa taraka qo'yaveramiz yoki zombi qo'yaveramiz ichiga. Zombi qo'yaversak kapot uyg'onib ketadi. Nima? Zombi? Qanaqa zombi? Kim zombi deyapti? Qani zombilar? Qani zombilar hozir urushaman zombilar bilan. Kapot, qanaqa zombi? Nima? To'xtaylar. Ertalab bo'ldim o'sha. Kapot, men yutdimmi? 5 4 3 2 1 kapot sen yutding. Nima? Men yutdim. Rostdan qishloqlar men yutdimmi? Qishloqlar men yutdim. Kapot sen yutding. Kapot bali chiqsa bo'ladi. 24 soat o'tdan tabrik qilaman. Yo'q, qishloqlar men yutdim. Nakонец, toza havoning kerakligi mamni olib tashlay, internet kirishim kerak. Mayli, kapot albatta olib tashlaymiz. Mana senga 5-8 minut o'tganimiz. Davay qishloqlar, men 24 soat o'tirdim. Endi menga 5 sak berishinglar kerak. Yutaman deylar, baribir sizlar aytdim men sizlarga yutaman dedim. Kapot, mana senga 5-8 minut. Bo'ldi qishloqlar, men bu yerdan ketishim kerak. Endi men maza qilib shaharga borib bu pullarni ishlatsam bo'ladi. Prosta bir kunda 5 sak ishlay oldim do'stlar. Bir oyda men 16 ishlardim o'zim ishimda. Agar bilmagan bo'lsanglar, bo'pti do'stlar. Bugun qishloqlar menga qiyin desa ham bo'ladi. Chunki eng zerikarli narsa qiyin. 24 soat oynali xonani ichida o'tirdim. Oynali korobkada juda ham qiyin bo'ldi, bilaman. Like bosish, oynali chiqmasin, keyingi videolarimda kuzatishga davom etinglar. Sog' bo'linglar.